Qadrli do'stlar, birodarlar, bugun 5-oktyabr 2025-yil. Xo'p, biz bir hafta oldin pashshaga dori sochgan edik. O'sha kuni video olmagandim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra oq pashshaga qarab reset qo'yaman degandim. Biz bu safar Supremodan foydalandik. Bu yangi preparat, Hindistonki. Juda zo'r effekti, juda ham yaxshi. Oldin padani ham ishlatganmiz Vetmax bilan. Padan уже 6-7 yildan beri o'rganib qoldi padanga bular. Oq pashsha o'zidan nima chiqaradi. Xo'p, 10 litrga do'stlar 7-8 gram. 8 gramdan qo'yiladi. 7 gram Vetmax qo'yiladi. Sinjetaniki. Xo'p, 1,5 gram 10 litrga Cocovet. Mana shu kile deydi, yopishtiruvchi. Xo'p, buni vazifasi bodringlarga dori oziqa sochganda sindiruvchi bargga. Bugun holati ko'chatlarni. Effektiga keladigan bo'lsak, effekti zo'r bo'ldi. Videosini ham doni olgandim. Pashshalar ko'p edi. Pashsha yo'q. Top toza, shira ham yo'q. Shiraga ham effektni sochishini bitta video qo'yaman. Holatlari. Kaplindan suv ketyapti. Kaplindan suv yuboryapmiz. Oziqlanish uchunchi. Uni ham alohida video olgandim. Holatlari yomon emas. Tanasini qalin qiladigan oziqlardan ham berib boryapmiz. Hozir ma'lumot o'rnida 1, 2, 3, 4, 5 ta 6 tagacha bodringlarni olib tashladik. Kaplin ishlanglari shunaqa salgina uzoqroqdan tashlash kerak. Hozirgi holati yaxshi. Xullas, pashshaga effekti zo'r. Supremo almashtirib sochiladi. Bunisi safarga holi nimaga? Shiraga qarshi, tripsga qarshi reseptni qo'yaman. Oldindan bizga tushmagan. 10 litrga 8 gram, Vetmaxdan 7 gram, Cocovetdan 1 gram, 1,5 gram 10 litrga. 1 gram yetadi. 1 gram. Yaxshi firmaniki. Xo'p, hozirgi ma'lumotlar shu do'stlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Har kunlik videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Podpishka sizlardan. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Bundan da yaxshi videolar oldinda